Assalomu alaykum. Ushbu videomiz Temu приложениесі haqida. Demak, bizda Temu приложениесі 20-martdan boshlab O'zbekiston hududida bloklanadi degan maqola chiqqan edi. Rasmiy kanallarda e'lon qilingan edi. Vazirlik tomonidan Temuda savdo qilishni, mahsulot sotib olishni to'xtatinglar va sotib bo'lgan narsalaring bo'lsa, uni pulini qaytarishga harakatini qilinglar degan maqola chiqqan edi. Mana endi rasman Kun.uz saytida, Xushnet.uz saytida, soliq xabarlari kanallarida bugun yangi xabar chiqdi. Temu O'zbekistonda yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tdi degan yangi rasmiy ma'lumot chiqdi. Demak, bunda Temu O'zbekistonda ish faoliyatini yana davom ettiradi degan tushunchamizni olsak bo'ladi. Bu yerda yozyapti, Temu Marketplace O'zbekistonda yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tdi. Bu haqida Soliq qo'mitasi ma'lum qiladi. Xitoydan arzon tovarlar yetkazib beruvchi ushbu platformaga nisbatan O'zbekistonda 20-martdan boshlab cheklov kutilayotgan edi. Demak, rasman yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tganini hisobiga Temu platformasiga, ya'ni приложениesiga qo'yiladigan cheklovlar olib tashlanadi. Endi cheklov qo'yilmaydi. Yana bemalol platformada yoki приложениеdan mahsulot sotib olib, xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Shu haqida tayyorlangan videomiz oxiriga yetdi. Salomat bo'linglar.